Assalomu alaykum Mirobod tuman aholisi. Bugungi brifing orqali mavsumiy yuqumli kasalliklar hamda ularni oldini olish bo'yicha ma'lumot beramiz. Mavsumiy yuqumli kasalliklar ayniqsa yoz oylarida aholining sog'lig'iga sezilarli darajada ta'sir o'tkazadi. Issiq havo ta'sirida tez buziluvchi mahsulotlarning noto'g'ri saqlanishi, toza ichimlik suvining yetarli bo'lmasligi yoki ochiq joylarda sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining gigiyenik talablarga javob bermasligi kasalliklarning avj olishiga sabab bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan holatlarda o'tkir yuqumli ichak kasalliklari oziq-ovqatdan zaharlanishlardir. 2025-yil o'tgan davrida o'tkir yuqumli ichak kasalliklari bilan kasallanish 244 ta holatda ro'yxatga olindi. 2024-yil shu davrida esa 173 nafar fuqaroda kasallik ro'yxatga olingan. Kasallik ko'rsatkichi 41% ga ortgan. Bunday kasalliklarning oldini olish uchun kundalik hayotda oddiy, lekin muhim gigiyenik qoidalar amalga oshirish lozim. Masalan, har doim ovqatdan oldin va hojatxonadan chiqqach qo'llarni sovunlab yuvish, sabzavot va mevalarni oqova suvda yaxshilab yuvish, ishonchli joylardan oziq-ovqat xarid qilish va ularni to'g'ri saqlash juda katta ahamiyatga ega. Ichimlik suvi masalasiga ham jiddiy yondashish kerak. Qaynatilgan va filtrdan o'tkazilgan suv ichish, ayniqsa kichik yoshdagi bolalar uchun juda muhim. Shuningdek, yozgi taomlar ayniqsa yo'l yuzasida quyosh tig'i ostida saqlanib, hech qanday sanitariya talablariga amal qilmagan holda noma'lum sharoitda tayyorlangan, sifati va xavfsizligi kafolatlanmagan turli xildagi rangli va salqin ichimliklar, xususan ayron, go'ja, o'rik va limon sharbatlari, Andijon muzqaymog'i nomi ostida sotilayotgan muzqaymoqlarni, ko'cha taomlarini iste'mol qilish aholi o'rtasida ovqatdan zaharlanish va o'tkir yuqumli ichak kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, faqatgina belgilangan savdo nuqtalaridan sanitariya talablariga javob beradigan sharoitlarda tayyorlangan mahsulotlarni iste'mol qilishini unutmang. Aks holda ular orqali mavsumiy kasalliklarga chalinish xavfi yuqori bo'ladi. Ochiq joylarda savdo qilayotgan mahsulotlardan imkon qadar tiyilish, uyda tayyorlangan ovqatlarga ko'proq e'tibor berish foydali. Agar o'zingizda yoki farzandingizda qusish, ich ketish, tana haroratining ko'tarilishi yoki holsizlik kabi belgilar kuzatilsa, uy sharoitida davolanmasdan darhol hududiy oilaviy poliklinikalarga, tibbiyot xodimlariga murojaat qilishingiz kerak. Chunki kasallikning ilk bosqichidanoq aniqlab, to'g'ri davolash choralari ko'rish orqaligina jiddiy asoratlarning oldi olinadi. Aslida mavsumiy kasalliklarning ko'pchiligi to'g'ri profilaktika bilan butunlay oldi olinadigan holatlardir. Eng muhimi, mahsulot tanlashda hushyorlik talab etiladi. Oziq-ovqat do'konlarida sotilayotgan mahsulotlarning yaroqlilik muddati va sifati kafolatlanganligi alohida e'tibor berish kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini, ayniqsa bolalar uchun tayyorlanadigan taomlarni tayyorlash va saqlashda e'tiborli bo'lishingiz zarur. Oilada sog'lom turmush tarzini, sanitariya madaniyatini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. O'zimizning va yaqinlarimizning sog'lig'iga befarq bo'lmang.